Hazrati Oysha onamizni qarang. Hazrati Oysha onamiz bilasizki, payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zlarining so'zlariga al-anbiya yudfanun haythu yamutun deganlar. Payg'ambarlar odatda o'lgan joylariga shunday surib qo'yilib, o'sha joyni o'zini payg'ambarlarga qabr qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ham jonlari qabz qilindi. Rafiqil a'laga ketdilar. Oysha onamizni o'sha hujralarda. Oysha onamiz o'sha birga Rasululloh bilan istiqomat qilib yashagan xonalarda Rasulullohni qabz qilinib, Rasululloh o'sha joyga dafn qilindilar. Va shunda ham Oysha onamiz Rasulullohning yonida yotib, o'sha joylarda istiqomat qilaverdilar u zot shariflardan keyin ham. Vaqtiki Hazrati Abu Bakr ham yonlariga qo'yildilar. Hazrati Abu Bakr otalari bo'lganligi uchun, payg'ambar alayhissalatu vassalam xo'jalari, xojalari, erlari bo'lganligi uchun ham bemalol har doimgi turmushlarini kechiraverdilar. Ana endi hayoni ko'ring. Vaqtiki Hazrati Umar ta'an qilindi. Hazrati Umar namoz o'qib turgan paytda Abdurrahman Abu Lu'lu al-Majusi la'natullohi alayhi Hazrati Umarni namozda turganlarda hanjarladilar. Va tabiblar keyin ko'rib bildilar, aytdilarki, bu kishi hayotda yo'q, endi bo'ldi, o'lasiz deya tabib hatto to'g'ridan to'g'ri Hazrati Umarni o'zlariga aytdilar. Hazrati Umar o'lishlarini bilib o'g'illari Abdullohni chaqirdilar. Aytdilarki, "Ey Abdulloh" dedilar, "Boring" dedilar, "Oysha onamizdan so'rang. Meni umidim o'sha Habibayn, Habibim va sohibim, payg'ambarim va do'stim Abu Bakrning yoniga ko'milish edi. Agar izn bersalar, menga o'sha joyni bersalar, shuni so'rab ko'ring" dedilar. Lekin bugunlik kunda men sizga Amirul Mu'min emasman. Endi sizlarga amir emasman. Endi sizlarga xalifa emasman. Men oddiy bir Umar bo'lib so'rayapman. Boring Oysha onamizga aytingki, oddiy Umar sizdan so'rayapti, xalifa demang dedilar. Endi Oysha onamizdan bu so'zni so'raganlarida aytdilarki, men asli u joyni o'zimga niyat qilgan edim. O'sha erimni, payg'ambarim alayhissalatu vassalomni yonlarida va otamni Abu Bakrning yonlarida ko'milishlikni Alloh taoladan so'rab, o'zimga ilinib turgan, o'zim niyat qilgan joy edi. Lekin Umarning maqomidan Umarga asartuhu, Umarga berdim dedilar. Qarang. O'zlarining joylarini Hazrat Umarga berar ekanlar. Hazrat Umar quvondilar va shunda yana aytdilar, "Ey Abdulloh" dedilar. Kimga? Abdulloh bin Umarga aytayaptilar. Vaqtiki o'lganimdan keyin deyaptilar, ruhim chiqqandan keyin endi yana borib so'rang. Chunki u mendan hayo qilgan bo'lishi mumkin. Qarang, har ikki taraflama hayoni qarang. Mana bu Hazrat Umarning hayosi bo'ladi. U endi bu Umardir, bu Amirul Mu'minindir deya mendan bir haymi qilib, meni bir haybatimdan yoki o'sha ulug'ligimdan rozi bo'lgan bo'lsa-chi, yo'q dedilar. Toyinki men o'lganimdan keyin ham boring, so'rang dedilar. Agarda o'lganimdan keyin ham muvofiq bo'lsa, unda Rasulullohning huzurlariga Hazrat Abu Bakrning yonlariga oling, bo'lmasa meni musulmonlarning qabr